Assalomu alaykum aziz arab tili ixlosmandlari. Biz sizlar bilan o'tgangi darsimizda mubtado haqida o'tgan edik. Bugungi darsimiz ma'rifa va nakira haqida bo'ladi. Arab tilida atoqli va taniqli ismlarga ma'rifa deyiladi. Masalan, shaharlarning nomlari, odamlarning ismlari kabi. Noaniq ismga esa nakira deyiladi. Agar nakira ismning oldida aliflom kelsa, bu ism ham ma'rifa bo'ladi. Nakira deb bir narsaning hamma jinsiga dalolat qilgan kalimaga aytiladi. Ya'ni, agar siz olamdagi hamma qalamlarni bir so'z bilan aytmoqchi bo'lsangiz, qalamun deysiz. Bu bilan siz qalam jinsidagi yozadigan hamma qalamlarni aytgan bo'lasiz. Agar siz nakira qilib hatil qolaman desangiz, qandaydir bir qalam keltir degan bo'lasiz. Agar siz ma'rifa qilib hatil qolama desangiz, haligi qalamni keltir degan bo'lasiz. Demak, nakira bilan ma'rifa bir-biriga zid bo'lgan ismlardir. Ya'ni, alif lam bilan kelgan ism xoslangan bo'ladi. Alohida e'tiborga olinadi. Tanvin bilan keltirilgan ism umumiy qilib aytilgan bo'ladi. Masalan, qolamun nakira, al-qolamu ma'rifadir. Aziz o'quvchilar, darslarni kuzatib borishga harakat qiling. Darslar bir-biriga bog'liq. Bu safargi darsni tushunmasangiz, kelgusi darsni ham o'zlashtirishga qiynalasiz. Kelgusi darsimiz ma'rifaning turlari bo'ladi. Kelgusi darsda ko'rishguncha.